Marg'ilondagi Samsung maishiy texnikalar sotiladigan do'kon bizga juda ham qadrdon. Chunki biz o'zimizni uyimizga ham va yangi ochilgan markazlarimizga ham deyarli hamma maishiy texnikalarni shu yerdan oldik. Bu muddatli to'lovlar evaziga ham bu yerdan xarid qilishingiz mumkin. Men xolis shuni maslahat tavsiya qilib bermoqchiman. Chunki odatda o'zim reklamalarga chiqibman, lekin tavsiya umuman boshqa narsa. Bu yerda juda ham to'g'ri so'z, samimiy insonlar xalqimizga xizmat qilishadi. Kelajakda ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz. Hozir bu yerda katta bir chegirmalar ham ketyapti ekan. Bu kishi bemalol haqida bir ma'lumot ham bersalar. Orakam aytmoqchi, haqiqatda bizda chegirmalar davom etmoqda va siz mijozlarimiz uchun Zifler brendiga tegishli bo'lgan Tibar, ya'ni xuddi shunaqa Tifal choynalari bor kullerazmi katta chegirma boshladik va video davomida sizlarga hozir qisqacha ma'lumot va narxlarni video oxirida aytib o'tib ketamiz. Ushbu kullerlarimizni suv idish pastdan qo'yiladi va bu kullerlarimizda turli xil mahsulotlar qo'yish uchun o'zida xuddi shunaqa xonachalari ham mavjud bo'ladi, ko'rib turganlaringdek. Va tablolari bor, ko'rib turibsizlar, mana o'zida limon choy uchun 65 gradus va o'zimiz choylar uchun 90, qaynagan suvlar uchun 100 gradus belgilari bor. Ushbu tablodan xohlagan gradusni tanlasangiz, ushbu Tifal yordamida sizga suvni qaynatib beradi va boshqaruv paneli sensor upravleniyali. Birinchi tugmasi o'chirib yoqish tugmasi va ikkinchi tugmasi bu sizga Tifalga suvni chiqarib beradigan tugmasi bo'ladi. Bunga ajoyib yondashgan Tifalni tagidan suv chiqadi va navbatdagi tugmamiz Tifaldagi suvni qaynatib berish tugmasi va keyingi tugmasi bo'lsa ikki xil vazifani bajaradi. Bu tugma sizga ushbu jo'mragidan 2 marta bossangiz xonani haroratidagi suv va 3 sekund bosib tursa sizga muzday suvni tushirib beradi va navbatdagi tugmamiz bo'lsa choynakni ko'rib turibsizlar. Choy va shunga o'xshash kofelarni damlasangiz, bu sizga tagi piltali bo'ladi. Damlangan mahsulotingizni issiq holatda ushlab beradi va ushbu funksiyalarimizni Zifler brendi tomonidan ishlab chiqarilgan xuddi shunaqa pult, ya'ni masofadan turib boshqarishingiz ham mumkin bo'ladi. Va ushbu kullerlarimizga Zifler brendi tomonidan 3 yil kafolat beriladi va narxlarga keladigan bo'lsak, siz mijozlarimiz uchun 2010 modelli kullerlarimizni $110, ya'ni 1.350.000 so'm qilib belgiladik. Va navbatdagi 3010 DB modelli kullerimiz bo'lsa $116, ya'ni 1.415.000 so'm qilib beramiz va navbatdagi seriya rangdagi 3010 S modelli kullerimiz bo'lsa $113, ya'ni 1.380.000 so'm qilib belgiladik. Kimga xuddi shunaqa chegirma narxdagi kullerlarimiz zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmang. Assalomu alaykum.